otangni jim turganini ko'rganingda, u seni kelajaging haqida bosh qotirayotgan bo'ladi. Otang iqtisod qilgan paytda bilib qo'y, u o'z nafsini butunlay mahrum qilgan bo'ladi. Otang hansirab qolganini ko'rsang bilib qo'y, u sen sababli shunday bo'lgan. Otang kulgan paytida bilib qo'y, buning ham sababchisi sensan. Otang qattiq qo'l bo'lib qolsa bilib qo'y, sen uning ko'rsatmalariga yurmagan bo'lasan. Otang eshik xonasini qulflab olgan paytida sen bilgin farzand, u yig'layotgan bo'ladi. Sen o'zingni darbadar va sargardon holda ko'rsang bilib qo'y, otang sendan g'azablangan bo'ladi. Otang to'shakka cho'zilib olib gapirmayotganini ko'rib qolsang, sen o'lkan suyanchiq tog'ni yo'qotib bo'shliqqa yuz tutgan bo'lasan. U bo'shliqni esa hech kim hech qachon to'ldira olmaydi. Kim o'zi ona? Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Bunchalar sabrni qayerdan olgan? Boshda ming tashvish charx ura turib, farzandin ko'ngliga quvonchlar solgan. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Kim qo'ygan ayolga ona degan nom? Uzoq o'ylamoqdan biror foyda yo'q. Bu nom ilohiydir, ilohiy tamom. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Bardoshin sonidan tog'lar yaraldi. Onaning birgina bolam so'zidan dunyoga mehrdan nurlar taraldi. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Poyi jannatlarning ostonasida kimki onasining rizosin olsa yashaydi baxtlarning koshonasida. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Topganin farzandin bilan bo'lishgan, kechalar duodan tinmasdan qo'li, tunlari uyqular bilan olishgan. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? Qadri kimlargadir juda bilinar. Do'stlarim, onamiz qarib boryapti. O'ylasam ko'zimga yoshlar ilinar. Kim o'zi ona, siz bilasizmi? U zot ustunidir ikki dunyoning. Olamda onalar yashar ekanlar. Ilhomi so'nmaydi hech bir farzandning. Sağınsam otajonim, izlayin qayerlardan. Sağınsam otajonim, izlayin qayerlardan. Sağınsam nur jahonim, izlayin qayerlardan. Sağınsam nur jonim, izlayin qayerlardan. Oğlumuz sanasida izlari qolganmikin? Oğlumuz sanasida izlari qolganmikan? O'g'limni oq yuzida izlari qolganmikan? Yo ko'zgu nigohlari paypoylab qolganmikan? Sog'insam otajonim, izlayin qayerlardan. Sog'insam nur jonim,
Ilohiming jami o'tgan avlodi ajdodlarimiz bu qabristonda kimlar yotgan bo'lsa, jami o'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Avval xusus mana shu qabristonda yotgan Hoji Iso bobomni, Mullaxol bobomni, Habba onamni, Muharram onajonimni, xolalarimiz, tog'alarimiz, jami o'tgan avlod ajdodlarimiz, ayajonim, Sakina ayajonim, dadajonim, Hoji Qurbon dadajonim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ularning ruhlari bizdan shod va xurram bo'lsin. Joylari jannatlarda bo'lib, ruhlari bizdan shod va xurram bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar va qina azoban qabr. Amin. Allohu akbar. Ustoz san'atkor, mahoratli pedagog, kamtarin inson, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Hoji Qurbonxolov porloq xotiralarga bag'ishlanadi. Hech kim hech qachon unutilmaydi. Mani ustozim Hoji Qurbonxolov Samarqand bulbuli, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Men faxrlanib yurayman ki mana shunday ustozim bor. U kishini respublikada hamma odam taniydi. Xudo rahmat qilsin. Hoji bobom juda buyuk, ajoyib inson edilar. Bunaqa insonlar men o'ylayman har 100 yilda bir tug'iladimi? Chunki buyuk san'at sohibi edilar. Hoji Qurbonxolov deganda bu Xolovlar sulolasi o'zi ko'z oldimizda san'atkorlar oilasi ko'rinadi. 1941-yil 25-dekabrda Husaynov Xolbobo oilasida Hoji Qurbon akam dunyoga kelganlar. Hoji Qurbon akaning hayotlari maktabdan boshlanib, yoshliklardan san'atga e'tiborlari katta edi. 56-yilda Hoji Abdulaziz nomidagi bilim yurtiga o'qishga kirdilar. 60-yillarda tugatib, Jizzax viloyatiga yo'llanma oldilar. Bu kishi Jizzaxga borib, ishlab, o'rdagi o'shaligi xalq xizmatida bo'ldilar. Samarqanddagi haliga kelib ish boshlaganlaridan keyin o'shaligi xotin-qizlar, o'shaligi kolleji bo'lardi, xotin kollejilarda keyin dashqolni pedagog uchilishida ishladilar. Hoji Qurbonxolov xalqimiz uchun, elimiz uchun, madaniyat uchun, san'at uchun juda ham ko'p xizmat qildilar. 1987-yildan boshlab toki umrlarining oxirigacha shu Dashkon pedagogika bilim yurtida dars berdilar. Bilim yurtini tamomlagandan keyin qayerga ishga kirding, tamomlagandan keyin deb so'raganda men aytdim, opera baylikka ishga meni jo'natdi. Yo'q dedilar, sen men bilan birga ishlaysan. O'zlari bilan birga xotin-qizlar bilim yurtiga 73-yilda İşte şu kuy bilan, şu muzika bilan boshlardi. Bobo shahrim, ey navqiron. Jush
ishqi qalbim dillarga qachon Samarqand. Hoji Qurbon akamni gapirganlarida ham xuddi bir qo'shiq aytgandek bulbuldek chiqardi. U kishini bekorga masalan Samarqand bulbuli deyishmagan. Samarqand bulbuli deyish rahmatli Otajon Xudoyshukurov 4 ta davlat xalq artisti bo'lgan artist qoyil qolgan holda aytgan ediki, Samarqandda bulbul bor ekan. Bunaqa ovoz bir o'xshatib bo'lmaydi. Bunaqa ovozni men masalan qancha san'atkorlar o'zim san'atni yaxshi ko'raman, shu Xoliflar oilalariga kirib chiqib o'zim san'atni sevib san'atkor bo'lganman. Otajon Xudoyshukurovni haligi bir davrada birga bo'ldikda, birga Hoji Qurbon akam birga bordik. U mana Siyob tumanidagi bir dargohda bo'ldik. Shu yerda birinchi navbatda mana aytdim, Otajon aka so'ragandingiz, Hoji Qurbon aka bilan birga keldik. Quchoqlashib ko'rishib, Hoji Qurbon, Gulzorimga qoyil qolganman. Sandan keyin men haligi Gulzorimni o'rganganman dedi. 4 respublika xalq artisti. Ilgari televideniyani o'zlari chaqiradi-da. Televizorga chaqiradi. Gulzorimni Hoji akam aytish kerak, televizorga aytish kerak. Lekin Hoji akam kech qolganlari uchun bu Tavakkal Qodirovga aytirmoqchi bo'lgan. Shu paytda telestudiyaga Hoji akam kelib qolganlarda, kelganlaridan keyin so'ng ekan Tavakkal kechirasiz, Gulzorim egasi kelgan, shu o'zi qo'shig'ingiz ayting, Gulzorim bo'sh aytish kerak degan gaplar bo'lgan. Gulzorim qo'shig'ini Samarqandda ham, respublikada ham bu qo'shiqning egasi Hoji Qurbon Xolif bo'lganlar. Mani san'atga kirib kelishimda, hofiz bo'lishimda Hoji bobomiz sababchi bo'lganlar. Chunki yoshlik paytimdan Hoji boboning qo'shiqlarini eshitib katta bo'ldik. Davralarda o'tirdik. U kishi aytgan qo'shiqlarni aytishga harakat qilardik, yod olardik. Qisqasi aytmoqchiman, u odamda buyuk san'atkorlar juda kamdan kam noyob bo'ladi. Hoji Qurbon aka bitta xislati 80% xizmatni mana xalq orasida bajargan. U kishidan kamtarlikni o'rganganman deb bemalol ayta olaman. U kishini ovozidagi dard, nola kamdan kam uchraydi ashulachilarimizda. Kerak bo'lsa tor chalganda o'ziga xos haligi xonandalik ijrosi bilan juda chiroyli qilib aytardi. Har bir ashulani aytganda agar o'shani o'zi ko'nglidagidek yuqori darajada ijro etilsa aytardi, bo'lmasa aytmasdi agar. Hoji Qurbon aka o'zini har bir qo'shig'ida muallif bo'lib aytadi. Navo ham, so'zlar ham nazarimda u kishining toridan, lablaridan emas, yurakdan chiqardi, vujudidan chiqardi. E'tibor shuning uchun bo'lsa kerak, u kishini tinglab charchamasdi. Aksincha tinglab zavq olardi. Hoji Qurbon Xolifni juda ham ko'p o'zlarini mualliflik qo'shiqlari bor. Juda ham ko'p. Qolaversa Jon Samarqand degan qo'shiq shu Sharif Akramov ijodlariga mansub qo'shiq Hoji Qurbon Xolifni qo'shiqlari bo'lib qoldi. Hoji Qurbon Xolif qayerga borsalar birinchi navbatda Gulzorimni so'rashardi. Hoji aka bitta Gulzorimni aytib bering, eshitaylik deb. Shunaqa chiroyli shirin qilib ijro etardilar. Tinglovchi mirqib eshitardi. Hoji akamizni chiroyli, shirali, qo'ng'iroqdek jarangdor ovozlari bor edi. Tatariston xalq artisti Otajon Xudoyshukurov bilan katta bir tantanalarda, marosimlarda birga xizmat qilganlarini ko'rganmiz. Yana ko'p respublikamizni ko'zga ko'ringan hofizlar bilan, qo'shiqchilar bilan bir safda turib 5 kundan hech narsada qolmasdan kamchiliksiz, chiroyli, go'zal ijro etadilar. Hoji Qurbon akani ijrosidagi Gulzorim, Samarqand ushshog'i, Toshkent Iroqi, Topmadim, izlarman, bu oqshom, Xorazm Segohi, Bozirgoniy, Qo'shchinor, Gullar bog'i, Sen bahorni sog'inmadingmi degan qo'shiqlarini eshitgan odam menimcha doim qulog'im tagida jaranglab qolsa kerak hamisha.
nasib qilgan ekan Hoji Qurbon akani 60 yillik yubileylarini o'zim bosh qosh bo'lib o'tkazganmiz jamoamiz bilan. 10 yildan keyin 70 yillik yubileylarini o'tkazdik. Bu hamma uchun bir namuna edi bu tadbirlarimizda hammasi. Hoji Qurbon akani hayoti, u kishini faoliyati, u kishini qo'shiqchilik ijrosi hamma havas qiladigan, orzu qiladigan shunaqangi bir hayot yo'li edi. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Hoji Qurbon aka hamisha yonimizdagi dedi. Ustozim Hoji Qurbon Xolov, men bu kishini to hayotim oxirigacha hech qachon unutmayman. Asosan men san'atni shu kishidan olganman. Buni xalq ham biladi. U kishini xotiralari hamisha qalbimizda bo'ladi. Ayniqsa men o'zim yuragimdan hech qachon u kishi chiqmaydi. U kishini yotgan joyi jannatda bo'lsin, oxiratlarini bergan bo'lsin. Qoldirgan meroslari uzoq yillar tinglovchilar tomonidan tinglanadi. Ustozni hech qachon unutmaymiz toki hayotimiz. Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Hoji Qurbon aka fazilatlari bilan, benazir shogirdlari bilan, betokrar qo'shiqlari bilan va benazir ovozi bilan hamisha qalbimizdan bizga ana shunday zavq-shavq bag'ishlab yuraveradilar. Joylari jannatdan bo'lsin. G'azalga o'xshagan narsa mashq qilganman, mashq albatta. Shuni men xotira sifatida shu insonning alvomida qolishini juda ham istardim. Dil magar erulsa suhbati jon istaram. Goh ko'ngil orzusida befitna jonon istadim. Eyni tong har ikkisin ham manzili jondan olis arjuman etmoqqa o'zni lahza imkon istadim. Benazirlik axtarib bu qadar oshi g'arib yerda men imkon topolmay ishqi osmon istadim. Haftalab dil xasta bo'ldi yorning ozoridan bulqaro yiron tunida muhtobon istadim. Gohida dil nolasin o'zimga aytamen, tinglaguvchi mehrla do'stigirning istadim. Farmono oshufta bo'l chirki ko'ngil malhami, shul sabab oshiq nolon Hoji Qurbon istadim. Azizlar, Hoji Qurbon Xolov bizga podshomiz, ham akamiz, ham ustozimiz bo'ladilar. Joylari jannatda bo'lsin. Mana yaqinda u kishini yo'qotib qo'ydik. Podshomiz Hoji Qurbon Xolovni men anchadan beri juda ham yaxshi bilaman. Bu oila mehnatkash, xalqqa xizmat qiladigan oilalardan biridir. Opa-singilli bolalari biza, xola-bacha biza. Mana shuning uchun meni yoshligimdan mana shu xonadonda katta bo'lganman, shularning tarbiyasini olganman. Yoshligimizda yoz paytlarida kelganimizda mana shu xonadonlarda hamisha musiqa sadolari, qo'shiqlar ijro etib turardi. Hoji akam to'g'rilarda gapiradigan bo'lsak, biz Damariq mahallasida yonma-yon qo'shni bo'lganmiz. Bolalikdan biz bu kishini uylarida juda ko'p o'yin qaroq bo'lib o'ynaganmiz. Dadalari Mulla Xolbobo, onalari biza buvi deb aytardik. Ularni ham tarbiyasini olganmiz. Bundan tashqari Hoji akamning jiyanlari, Xudo rahmat qilgan bo'lsin, Husayn Xolov biza ham yosh edik. Xol bobomiz, Mulla bobomizni farzandlari, bular bir nechta farzandlar, bular aka-ukalar. Bularda ko'pchiligi san'atkor. Boya esladim ustozimiz Al-Muhammad aka, rahmatli Ibrohim akam bor edilar. Afg'on rubobchalarida, akordeon cholardilar. Shu oilaning eng katta farzandlari Xolov Al-Muhammad aka, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bu kishi ham musiqa bilim yurtini tugatib, maktablarda musiqadan dars berardilar. U kishidan keyin Xudo u kishini ham Alloh rahmatiga olsin, Ibrohim aka Xolov bilim yurtini tugatib, respublikada konservatoriyani tugatib, rubobdan tugatib keldilar. U kishi ham shu maktabgacha bilim yurtida ishlab, umrlari qisqa ekan o'tib qoldilar. Al-Muhammad akam o'sha dargoh tugatganlar, Ibrohim konservatoriyani tugatgan ukalarim, Mirzo jo'ramiz ham u kishi ham shu sohaga juda yaqin odam bo'lganlar.
ismoil doirachini yaxshidan esli ukalarini endi butun unaqa doirachi bo'lmagan o'sha paytda aka uka bo'lib bular to'yda xizmat qilganlar. Ismoil akam endi bunaqa doirachilar ham to'g'risi gap bu kamdan kam uchraydigan. Hoji akamni yonlarida nafaqat doirachi, yordamchi edilar. So'zlar eslatib turardilar. Ham qo'shilishib, qo'shiqni birgalashib aytardilar. Shu bilan birgalikda ustozimiz Hoji Qurmonxonov oilalariga juda katta e'tibor berdilar. Mana farzandlari, albatta eslab o'tamiz, birinchi navbatda Alisherjon ajoyib ovoz sohibi edi, ajoyib sozanda. Afsuski yosh dunyodan o'tdi. Hoji Qur'on akamni katta o'g'illari rahmatli Alisher chap qo'lda torni cholardi. Lekin Hoji Qur'on akamga shunday o'xshab ketardi. O'sha manieralari, qo'shiq aytish yo'llari bir ajoyib san'atkor edi. Rahmatli. Ajoyib yigit edi. Ajoyib bir inson edi. Endi Hoji akam bilan biza nafaqat aka-uka. Kelajakda bizlar qarindosh ham bo'ldik. Sababi qanday qarindosh? Bizlar ikkita opa-singilga uylandik. Biz boja bo'ldik. Endi Hoji akamni eslagan paytda bizlar u kishini shu umr yo'ldoshlari Sakina opam Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Juda bir ko'ngli ochiq, mehmondo'st, shunaqa bir yaxshi inson edilar. Avvalambor opamiz, opajonimiz Sakina opamiz mana shu yerda oshpaz bo'lib ishlaganlar. 6-7 yil oshpazlik qilishdilar. Qo'llari juda ham shirin edi. Kiygan mijozlarimiz hamma vaqt rozi bo'lib, xursand bo'lib ketishardi, rahmatlar aytib. Bunlardan tashqari bularning farzandlari ham mehnatkash. Dadajonimni eslash yoki dadajonim haqqlarida biron nima deyish, hattoki ayajonimni xotirlash men uchun juda ham og'ir. Hayotimiz davomida shu esimizni bilar ekanmiz, mana shu hayotga kelganimizda Allohga 100 ming qatla shukr debizki, shunaqa insonlarni farzandi bo'lganimdan. Alloh rahmat qilsin ayajonim, dadajonimni. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. San'atga kirib kelishimda dadam sababchi bo'lganlar. Bizlar yoshligimizda 3-4 sinfligimda akam bilan ikkovimizni qo'limizdan ushlab musiqa makamiz ko'p bilimlar berib, yo'l yo'llarni ko'rsatgan. Shu to'ylarga chiqishimizdan ham dadajonim o'zlari yo'l yo'roq ko'rsatib, bolam mana bu yerda bunday bo'ladi deb to'ylarga borgan paytimizda yo'l ko'rsatardilar. Birinchi ustozim o'zi dadam desam men xato qilmayman. Men hamisha ayajonim, dadajonimni sog'inaman. Xohlayman shu har doim yonimda bo'lishlarini, maslahat berishlarini qo'msayman. Lekin afsuski bu narsaning iloji yo'q. Alloh rahmat qilsin ayajonimni ham, dadajonimni ham. Ular bizlarni o'qitdilar. Dadam shu xalq xizmatida halol mehnatlari bilan bizlarni o'qitib, uylik joylik qilib, o'ylantirib, mana Allohga shukr deymanki, 4-5 nafar nabiralarini ko'rdilar. Hatto o'zlari shu nabiralarini ismini ham dadam rahmatli ayajonim qo'yganlar. Dadajonim shu nabiralarni shu yelkalarida ko'tarib, ularga bir boshqacha bir so'z bilan ta'riflamaydigan darajadagi mehrni berdilar. Haligi Hoji Qur'on akam farzandlarini o'sha otaga e'tibor. Haligi mana shu yerda to'y bo'ldi-yu, to'y mana bu Asqarjonning o'g'lining haligi sunnat to'y, aqqa to'y shu yerda bo'ldi-yu, otalarni asosiy o'qigan Hoji Qur'on akamizni ko'tar qilib olib keldilar. Men qo'llariga qalpoqni berdim, haligi do'ppisini yigitchani boshqa kiyintirdilar, boshqaga quvvat yetmayapti. Men o'zim kiyintirdim qolgan haligilarni-da.
shu yerda Hoji Qurbon akam keyin bir duo qildilar. Shu yerda ham o'zlarini haligi yozib olingan lentалari qo'yilgan ekan, yana o'sha haligi Gulzorlar boshqa ijro etilyapti. Bir xayollari bu yoqda nabiraga qaraydi. Bir xayollari haligi qilib ko'zib borib yana ashula aytsalar birga. Mana shu jarayonni kuzatdik. Ayajonim hamisha bizlarni ertalab uydan chiqib ketayotganimizda duo qilardilar. To kechga to'yimiz nechida tamom bo'lsa, shundan kelishimgacha qarab turardilar. Agar sal kech bo'lib ketsa, telefon qilib bolam kelyapsanmi? Uxlamasdan o'tirardilar. Men hamisha buni eslayman, yodimdan chiqarmayman. Dadam, ayam bizlarni qanchalik yaxshi ko'rsalar, nevaralarini bizlardan ham ziyod yaxshi ko'rardilar. Hattoki meni kichkina farzandim Ibrohimjonni ismini ham dadam qo'ygan edilar, katta bobomizni ismi deb. Ustozimiz Hoji Qurbon aka Xolov Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Hech qachon, hech vaqt xotiralarini unutmaymiz. Bizning yuragimizda, qalbimizda abadiy qoladi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ukajonim Asqar bilan birga biza shu dadamni yo'llaridan borishga harakat qildik. Ko'proq ukam Asqar ko'proq san'at yo'lida hozir ham mana yuribdi. Sababi shu yoshligimizda uyimizda faqat musiqa ovozi, shu dadamni do'stlari, shogirdlari, qadrdonlari yig'ilishlar bo'lardi. Konsertlarga tayyorgarliklar. Farzandlari mana shu Akmaljon, Asqarjon istaymanki, mana shu otasining davomchisi bo'lib, otasiga o'xshab buyuk hofiz, buyuk san'atkor bo'lib yetishiga tilakdoshiman. Ustozim Hoji Qurbon Xolov akam, jigarim, joylari jannatda bo'lsin, arvohlar shod bo'lsin. Shuni qilgan yaxshiliklari, qilgan xizmatlarini hech qachon hech kim unutmaydi. Hamisha mangu qoladi. Alloh rahmat qilsin. 2001-yilda podshomizni Hoji Qurbon Xolovni 60 yoshlik yubileylarini birgalikda o'tkazganmiz. Hamid Olimjon nomidagi opera baletda bu kishini yubileylarini o'tkazganmiz. Mana shu yubileyda podshomizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi degan faxriy unvon berilgan. Har yili 25-26 dekabr kuni opajonimiz bilan podshomizning tug'ilgan kunlari bo'lgan. Bizlar doim mana shu paytda hovlilarda yig'ilganmiz. 30, 40, 50 kishi bo'lib ketardik. Xudo rahmat qilsin, dadalari ham xalqqa xizmat qiladigan Mulla Xol bobo degan joylari jannatda bo'lsin inson bo'lganlar. Shular birgalikda bularni mana shunday kunlarda, tug'ilgan kunlarda birga ishtirok etganmiz. Oxirgi tavallud kunlari, 80 yoshlik yubileylari hech qachon yodimdan ko'tarilmaydi. Ko'pgina san'atkorlar kelib dadam haqida chiroyli, yaxshi so'zlarni gapirgan edi. Shularda har doim eslayman. Qachon ko'cha-ko'yda shu san'atkorlar bilan ko'rishib qolsak, Xudo rahmat qilsin Hoji boboni, yaxshi inson edilar, kamtarin inson edilar deb yaxshi fikrlar aytadi dadam haqida. Shunda orzu havas deganimizda shu yoshligida Alloh dadamning yo'llarini bersin. Dadamning yo'llaridan borib shu san'atkor, shunaqa hofiz bo'lamiz deb juda ko'p harakat qilganmiz. Qo'shiqqa kelsak, dadamning yo'llaridan rahmatli akam Alisher akam dadamning yo'llaridan borganlar. O'sha akam bizdan ancha yoshlari katta bo'lgan. Aytishlaricha akam Alisher akam torni chap qo'l bilan cho'gan ekanlar. Chap qo'l bilan. O'sha torni simlarini ham chap qo'lga moslab to'g'lab olgan ekanlar aytishlaricha. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Qo'shiqni ham juda bir me'yoriga yetkazib, o'sha to'y hashamada xizmat qilib, afsus u kishini ham